Namangan viloyati Majburiy ijro byurosi shahar bo'limi ish yurituvidagi hujjatlar ijrosining ta'minlash maqsadida viloyat bojxona boshqarmasi, shahar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi va jamoat salomatligi bo'limi hamda viloyat ekologiya va atrof muhitning muhofaza qilish boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Yo'q qilish tadbiri o'tkazilmoqda. Aynan bugungi yo'q qilish tadbirida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan noqonuniy yo'llar orqali kirib kelgan va fosh etilgan umumiy qiymati 212 milliard so'mlik 340 turdagi dori va tibbiyot vositalari yoqish, to'kish va sindirish yo'li orqali yo'q qilinmoqda. Bu raqamlar ortida juda katta xavf yashirin edi. Sifatsiz muddati o'tgan yoki noqonuniy aylanmaga tushgan dorilar inson organizmi uchun zahar kabi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular kasalliklarning davolash o'rniga ularning og'irlashtirish, hatto inson hayotiga jiddiy tahdid solish ehtimoli bor. Bir dona shubhali dori bir insonning taqdiriga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Noqonuniy ravishda olib o'tilgan sifatsiz dori vositalarining yo'q qilish tadbiri maxsus tibbiyot chiqindilarining utilizatsiya qilish mas'uliyati cheklangan jamiyatida bartaraf etildi. Ushbu dorilarning yo'q qilinishi nafaqat qonun talablarining bajarilishi, balki yuzlab minglab insonlarning salomatligi va hayotining asrashga qaratilgan. Har bir yo'q qilingan quti bir fojianing oldi olinganining anglatadi. Bu esa jamiyat xavfsizligi va sog'lom kelajak uchun qilingan ulkan hissadir.